Xo'p, kim aytdi O'zbekistonda o'yin o'ynab pul topib bo'lmaydi? 42.400.000 prosmotr, 392.300 soat videolarim ko'rilgan va 30.600 подписчиga yaqin. Va bu menga $9.136 pul to'lagan. Xo'p, kanalni обновление qilib ko'rsataman. Mana обновление bo'lyapti. Albatta siz ham shunaqa daromad qilishingiz mumkin. Xo'p, kanal nomini ko'rsatolmayman, o'zbek auditoriyaga o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun masalaga bitta kanal ko'rib qo'yganman, Patrick the Greater. Xo'p, bu kanalda xuddi shunaqa mana xuddi shu yo'nalishda shunaqa videolar qilib boraman. Bu kanal 4 yildan beri ijod olib boradi, Bendy Drive yo'nalishida. Shuni misol ko'rsatsam sizlarga bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, oddiy o'yin o'ynab pul topsa bo'ladi. Oddiy shu video 2000 prosmotr bo'libdi. 10 minutlik video. 10 minut o'ynab siz ham shunaqa davom qilishingiz mumkin. Xo'p, kim shunaqa daromad qilishni xohlasa, kommentariyada plyus qoldirsin. Hammaga xayr, salomat bo'ling.